bolajonlarim, iftorga yarim soat qolganda 10 soat tez tayyor bo'ladigan juda mazali samsak qilishni o'rgataman. Qiymaga mayda qilib to'ralgan piyoz, tuz, zira, xohishga qarab mayda to'ralgan dumba solib aralashtirib tayyorlab olamiz. Tayyor lavash xamirini qalin joylarini kesib tashlab, taxlab 10 sm kenglikda kesib olamiz. Xamiri bir tomoniga eritilgan sariyog' surib, ustma-ust taxlab olamiz. Tugishdan oldin orqasini o'girib smetana surib olamiz. Bir chetiga qiymadan solib, shunaqa uchburchak shaklida taxlab tugib olamiz. Listga taxlab, sut aralashgan tuxumni sarig'idan surib, 190 gradusda ustlari chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Buni qaranglar bolajonlarim, hech kim buni lavashdan qilingan deb o'ylamaydi. Bitta yurakchi va shirin so'zlaringlar kutib qolaman. Bay, juda mazali.